Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Biz bugun 7-sinf O'zbekiston tarixi darslagining 22-23 mavzularini ko'rib chiqamiz. Bu mavzuyimiz Qarluqlar, O'g'uzlar va Tohiriylar. Qarluqlar yuzidan poytaxtdan tashqari Jo'l, Navgat, Karmangat, Yor kabi shaharlar va qator qishloqlar qad ko'targan. Movarounnahr va Xuroson aholisining tez qo'zg'olon ko'tarib turishi, uzluksiz davom etgan o'zaro urush va ichki ziddiyatlar arab xalifaligi hokimiyatini zaiflashtirdi. Bu esa mustaqil davlatlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Qadimda Oltoyning g'arbida, so'ngra esa Irtish daryosining o'rta oqimida yashagan Qarluqlar turkiy qabiladan hisoblangan. 6-7 asrlarda ular turk xoqonligi tarkibiga kirgan. 8-asr o'rtalarida Yettisuv o'lkasida Qarluq davlati tashkil topdi. Bu davlatning poytaxti Chu daryosidan shimolroqda joylashgan Siyob shahri edi. Qarluqlar davlati hukmdori Yavg'o yoki Javg'o deb yuritilgan. 10-asr o'rtalariga borganda Qarluqlarning kattagina qismi musulmon bo'ldi. Qarluqlar davlati shimol va sharqdan Ilsuv daryosi vodiysigacha, Chigil qabilasi yaylovlarigacha, g'arbdan esa O'g'uz yurti va Farg'ona vodiysi, janubda esa Yag'mo vohasi va Sharqiy Turkiston bilan chegaralangan. Aholi chorvachilik, tog' jilg'asi bo'ylarida esa dehqonchilik bilan shug'ullangan. Sharqiy Turkiston va Movarounnahr bilan savdo-sotiq olib borganlar. Chetga asosan jun va junli mahsulotlar, gilam, sholcha, namat kabilar olib chiqilgan. 10-asrda Qarluqlar Movarounnahrning shimoliy hududlarini egallagach, Shosh atrofi va Farg'ona hamda Zarafshon vodiylariga kirib o'rnashgan. Keyinchalik o'troq tarzda yashaydigan mahalliy aholiga singib ketgan. Harbiy turk xoqonligining tanazzulidan keyin tashkil topgan yirik etnik uyushmalardan biri O'g'uz, ya'ni arab-fors manbalarida Guz etnosi bo'lgan.